Puli borga zo'ri bor. Toza qonli 100 ga 100 limuzin paroda buqalar akalar 100% dehqonning xonadonini ko'rsatamiz. Assalomu alaykum, hurmatli Jasuruz kanali obunachilari, YouTube kuzatuvchilari, chorva ishqibozlari, chorva sevar insonlar. Bugun manzilimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Qoratepa shaharchasi. Sadiloxon akamizning xonadonlari. Akalar 4 dona toza limuzin paroda buqalarimiz bor. Bir qator oyoqdan ma'lumot beramiz. Qaysi biri yoqsa ma'qul kelsa telefonlashib savdolashib olaverasizlar. Gaplarimizda, so'zlarimizda xato bo'lsa uzr. Akalar mehnatimiz qo'llab-quvvatlagan holatda va akalarimizni shunchalik qilgan mehnatni qo'llab-quvvatlagan holatda bir donadan like bosib do'stlarga yaqinlarga videoni podpisa qilsa iltimos qilamiz. Like pul mega va domaydi. Podдержка qo'llab-quvvatlash va kommentariy izohlarda chiroyli fikrlarni kutib qolamiz. Akalar bu orqa korobkani qarang. Voобще shkaf bo'lgan bular hali bo'zaycha shu holatda. Hozir bir qator ma'lumotni egalaridan so'raymiz. Assalomu alaykum aka. Alaykum assalom. Charchamasa yuribsizmi? Sog'lik yaxshimi? Rahmat sizga. Xudoga shukr. Sekin kelyapsiz aka. Sotuvda novoslarni chiqaramiz, xudo xolasa. Xo'p, soni 4 bosh. 4 bosh. Video boshida so'raydigan narsamiz aka. Asosiy. Yeb sog'lik qanaqa? Zo'r hammasi aka. Garantiyami? Zo'r, xudo xolasa. Hop, bular necha oylik? Ular 7 oylikdan 9 oylikgacha. 9 oy. Eng kattasimi? Shu holatdami? Yo'q-e? Ha. Hali ko'rgan odam ishonmaydi lekin. Xudo xolasa 9 oylik javob. 9 oy. Bular qayerdan keltirilgan? Ular Belarusiyadan kelgan. Belarusiyadan kelgan, limuzin paroda. Limuzin 100%lik. 100 ta 100 ga so'nvar, akalar. 100. 9 oylik bu duma 2 ga ajrabdi. O'zi aqli yetgan tushungan ko'rib olaveradi. Mana uni ham mana. Orqani qaranglar. Keng. Eng yaxshi ko'rgani shumi? Ha, albatta. Hammasi bir xil, xudo xolasa. Bir xil. Bu qani qarang. Voy. Bular endi tulash davrga endi ketyapti ekan-da. Xudo xolasa. Tulasa bu zarurat bo'lyapti, shunga sotyapti. qancha bo'ldi kelganiga? Bulardimi? Aha. 3 oy bo'ldi, xudo. 3 oy bo'ldi. Sizga kelganiga? Ha. Sizga kelganiga 3 oy bo'ldi. Hurmatli akalar, mana limuzin. Mana turlarga e'tibor beringlar. Vosh dahshat, xudo xolasa. Kim olsa ham maza qiladi. Bu holatni qaranglar. Hop, bo'ylari o'rtacha. Nechiga nechi? Eng kattasi, eng kichigi. Biri 20 ga, biri 25. Aha. Hop, 130ligi ham bor. Eng kattasi 130 chiqadi-da, biri 28. 130 chiqadi eng kattasi. Hop. 7 oylik mashlar ekanda. Ha, mashinkalasi 7 oylik. 7 oylik limuzin mana. Akalar. Ha, quloqda birkalari turibdi mana. Ko'rib olaverasiz. Sekin aylantirib oyoqdan ma'lumot beraveramiz. Hali bu yemga o'tgani yo'q-a? Yo'q. Ular kepak yeydi xolos. Kepak yeydi xolos, hali yemga o'tgani yo'q. Silos Silos bilan kepak. Mana qaranglar. Haydasam ketmas ekan, qashiyotgan joyda bor mana bu yerda. Shu holatda yelka vahshiy dahshat u. Aka, bu yem yesa qanaqa bo'lar ekan bular? Bu yem yesa boshqacha bo'ladi. Sadiloxon aka. Xo'p. Narxlar qanaqa aytamiz aka? Bittalabgami yoki optimgami? Xudo xolasa kelishtirib beramiz. Yo'llar qilib beramiz-a? Ha. Bu ham arzon kelmagandir. Aha, Ular hali arzonga birov berib qo'ymaydi bunaqa paroda buqalardi. Hozir asosan trenddagi zotlar akalar, limuzin paroda, trend. Savdosi zo'r yurayotgan zotlar hozir biroz kutib turib, sigirlarga qo'shaman desa ham akalar, zo'r tushaveradi bular. Hali sakrashga bor, lekin picha vaqt kerak. Ha. Boqadingiz, bular yoshdari, kichkina. Hali yo'q. Kichkina yosh mana bunaqa qilay mana. Pullan oyoqlari hali kichkina bular. Xudo xolasa chiroq qilib boqqanga zo'r bo'lib beradi. Oldi akalar 1 tonna 100 kilogrammgacha bo'ladi bular. Boqqandan 1 tonna 200 atrofida bo'ladi oldi. Bunaqa narsalar bo'lmaganida endi qarovga qarab oddiy kepakda shunchalik bo'lsa, hali kuchli ratsionga o'tkazilsa, bular вообще boshqa narsa bo'ladi. Mana suyak tuzilishlari olishdan talab olgan ekansiz-a? Albatta. Oldin qanaqa zot boqqandingiz? Mana qarang, yana qashi deb kelyapti. Oldin prastoylardan boshlaganmiz. Aha. Prastoylardan boshlaganmiz, bunaqa bo'lmagan. Aha. Bular boshqa zot ekan. Bular kundan kunga o'zgarar ekanda. O'zgarar ekan. Boshqacha bo'lar ekanda kundan kunga. Ha, mana. Ammo lekin rosa qo'lga o'rganibdi. Ha, ular kichkina edi. Mana 3 oyda shuncha effekt berdi, xudo xolasa. Akalar, men birinchi kelgan videosini ko'rdim. Haqiqatan voобще o'zgarib yuboribdi buqalar. Bu kelgan kichkina bo'zaycha, hali bunaqa eti ham, badani ham yo'q, kichkina ekanda. Hozir 3 oyda shu darajada bo'libdi. Bu yana 2-3 oy boqilsa, voобще tanimaydigan holatga keladi bu. 2 oy, 3 oyda. Xudo xolasa. Akam, narxlar qanaqa bo'ladi bitta? Ichi qizitmasdan obunachiga aytaylik, ha. Xudo xolasa optimigami? Ha. Donalabga optimiga ki bo'laveradi. 40 milliondan tushib beramiz, xudo xolasa. Aytilish narxi. Ha, aytilishi. Kami bor. Kami bor, xudo xolasa tushib beramiz. Kamini kelishtirib berasiz. Kelishtirib beramiz, xudo xolasa. Mana akalar,
40 dan kam o'rilyapti. Bular ham dehqon, misol uchun oluvchi arzon olay deydi, sotuvchi qimmat sotay deydi. O'zaro kelishasizlar, misol uchun shuncha deb mana shuncha pulga bermaydi ham, baribir. Endi oladigan ham olmaydi baribir. Ko'radi. Qiziqadiganlarga lakaza tashab beramiz. Xudo xolasa. Kelib ko'radi. Endi baribir bu arzon narsa emas. Kelib usta ko'raman desa. Dastavkalari O'zbekiston bo'ylab qilib berish imkoni bormi kelishgan holatda? Kelsak, Xudo xolasa qilib beramiz. Kelasaga. Shu Bo'lgan odam maza qiladi-da, bu boshqachada. mahallingizda shu Shopir akamiz bor, Bekzod akamiz, aytsangiz mashina topib beradi. Ancha-muncha uzoq yo'lga oladigan akalarga bo'lsa. Hurmatli akalar. Ham korobkalarni ko'rsating, u burchakda. Mana. Bitta yetali hammasini. Ha, ketdik. Haydang. Opa. Mana. Haydalik. Lekin yuringlarchi jonivorlar. Mana bel. Odamdan qo'rqmas ekan ular. Ular qo'rqmaydi. Ular har kuni men bilan mashaqlab yuradi. Mana korobkani qaranglar. Shkop. Ular birinchi sortida ular. Birinchi sortda qo'y. Shkop bular. Otasi ham, onasi ham toza-deng. Toza qonli bular. 100%lik. Hayda. Bu hali yemasdan turib shu darajada bo'lsa, yemasa qanaqa bo'lar ekan, ha bu? Mana o'zi endi akalar. Bitta. Yo Bekzod aka, keling baqam. Bu eng kichigi ham bor, korobkada bu kattasidan farqi yo'q ammo. Ha. Bu zarurat yuzasidan sotilyaptimi? Zarurat bo'lyapti, shuning uchun sotyapti. Bo'lmasa sotmas. Ha. Bu ham kichkinaroq, lekin bu korobka. Korobkasi boshqa-da. Bel qaranglar. 100% dehqondan. 40 milliondan kam bor deyilyapti. Oddiy bo'zechasini ham biz ko'rdik, akalar. 28 million, 9 million aytishganda 30 million chiqyapti-da endi. Yevropadan olib keladigan akalarimiz. Akalar bu katta bo'lib qolganda. Bo'zecha emas bu. Shu 3 vazni ancha keladi. Toshi bor, yuki bor bularda. Asosan zotga. Odam maza qiladi. Yana ushtirib qolsa, yana pribilga kirib ketishadi. Olgandan keyin buni olgan akalarim shu zotga bitta ikkita tashab qo'yadi fermalariga. Urug'likka yaraydi-da, 5-6 oy kamida boqsa, bemalol sigirlarga qo'ysa, zo'r nasl olinadi bundan. Gibrid bo'lib. Buni qarang. Mehr. Talashyaptimi bir-biri bilan? Bir-biri bilan talashyapti. Akam rosa mehr bo'lib boqibdi-da. Akalar, boqqanga rahmat deb kommentariyada fikr qoldiringlar. Chiroyli fikr. Arzon qimmatligi emas, shunchalik qilib mehnatiga like bosinglar. Bu narxi aytilaveradi. Misol, tushunmaganga 10 million qimmat. Tushunmaganiga. Aqli yetganga bular o'zi savdosi bor. Savdosi qilib olaveradi. O'zimizni jaydari buqalar bilan solishtirmanglar akalar. Jaydari buqa emas bu. Bu hammasini go'shi bir xil deyilishi mumkin, lekin bular mana 9 oylik shuncha daraja. Bizda 9 oylik bo'zechani qo'ysa qanaqa bo'ladi? Ko'ringlarda, farqi bor bularda. Zot olsalar, zotida ham toza tushiradi. Ertaga sementalgami, rastlikka qo'ysangiz ham, xudo xolasa, yaxshi nasllar olinadi. Telefon qilinglar, yo'lda qilib berishadi. Kami bor, kamini sizlardan. Kelib usta ko'rganda kam so'ragan oladi, past so'ragan oladi. Telefon qilsangiz ancha tushirib berishadi. Aloqa chiqaringlar.